Assalomu alaykum, hurmatli klientlarimiz. Men hozir kollagenni sizlarga bitta narsasini ochmoqchiman, sirini. Bu Ravshan, ikkalasi bir xil mahsulot, bitta do'kondan, bitta joydan, ya'ni Dubaydan keladi. Hamma yoqda korobkalarga ham Koreya yozilgan, Ravshan yozilgan, bir xil, hech qanaqa ajratiladigan joyi yo'q. Chetlari shunaqa goldirangan chiziqlar qilingan. Faqat buni mana 24-27, bunisi 25-28 yili. Endi hozir buni sizlarga sirini ochib beraman. Mana qizlarjonlar, agar esinglarda bo'lsa, bir Ravshan tugab, Dubayda Ravshan chiqqan edi. Bu Ravshan o'zi asli Koreya emas, Hindistonlik, Pokistonda ishlab chiqarilgan bu Ravshan bo'ladi. O'sha bular do'kon nima qilyapti? Bu do'kon ustiga Ravshan etiketkasini yopishtirib, o'zbeklar olishyapti, kelgan klientlardan shunaqangi jalbalar kelyapti. Shu Ravshan 24-27 bo'ladi. Yilini ko'rib olinglar. Original qizlar, mana. Bu haqiqiy Koreya. O'sha xardan sotadigan kollagenimiz 25-28. Mana qizlar, qaranglar qanaqa yolg'on narsa bilan qaranglar. Vobshe. Men o'tgan safar bilib qolib, do'konga jalba qildik. Uzrlarni so'rab, bizaga mana shunaqa yaxshi mahsulotini chiqarib berdi. Shuni 24-27sini yuzingizga umuman surmanglar qizlar. Sotmanglar, klient yo'qotasizlar. Hammani yuziga bu allergiya beradi. Bu Ravshan Hindiston, Pokistonliklarning mahsuloti bu.